Tahajjudga turup, ayalın oygotup, çoğut nafil okuyturgan bolsa 2 rekat zikir kıluvchilarning qatarına qo'shiladi. Abu Amr ibn Salah degan cho'ng olim shundan so'rashdi deydi, qanday zikirlerdi qilsak biz ko'p zikir qilgan odamlarning qatarına qo'shilamiz biz. Degende javob berdi, eng sonun javob tuğandir, qarag'lar. Egerde deydi, payg'ambardan sabit bo'lgan, erta menenki jana kechki duolardi. O'shonday ele ahvolga jarasha bo'la turgan duolardi. Uyga kirgendagi, uygan chiqqandagi duo, kiyim kiygendagi, ichgendagi duo, suv ichgendagi, qo'ygandagi duolar. O'sholla duolar to'liq atkara berse, o'shol ko'p zikir qiluvchi erkeklerin jana ayollarning qatarına qo'shiladi deydi. So'zdi de ming tesbih sharak o'tirib jo'g'anday emas. Hem zikir tatgan yaxshi, biroq payg'ambar o'shan tatgan bir hurmat anday tatgan emas-da. Janaga o'zingizning sunniy duolar degandilar o'qiyib bersang, sen ko'p zikir qiluvchilarning qatarına qo'shilasindagi Xudoy taoloning Qur'ondagi maqtagan insonlarning tayfasına giresin degan ma'ni. Men shuni o'qiganda abdan suyundim. Kechki o'tirib olib tartilmay qolamiz-da. Biroq har narsa o'z vaqtida aytilaversa, o'shol zikir qiluvchilarning qatarına qo'shadi dedi.